Qadırlanlı qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati Barin inqilobining 35 yilligini xotirlab, 5 aprel kuni axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: 2025-yili 5 aprel kuni 1990-yili Aqto'naysining Barin yezisida portilgan Sharq Turkiston inqilobining biri bo'lgan Barin inqilobi portilganligining 35 yillik xotira kuni. Bu kun Sharq Turkiston xalqining Xitoyning mustamlikasi ishg'oliyatiga qarshi elib berayotgan milliy kurashidagi muhim payt. 1990-yili 4-oyning 5-kuni Sharq Turkiston xalqi o'zlarining mavjudligi, izzat hurmati va kelgusini qo'g'dash uchun o'rnidan dast turdi. İşğaliyetçi Xitayning Barin yezisida planliq tug'ish siyosatini yo'lga qo'yganligi bu qatimqi qo'zg'olonga sababchi bo'ldi. 250 nafardan ortiq Uyg'ur ayolning homilasi majburiy tushirib etilgan bo'lib, bu yolg'iz mundaqli bir vahshiylik bo'lmasdan, balki Sharq Turkiston xalqining kimligi va mavjudligini sistemlik turda yo'qotishga urinishning bir qismi edi. Zaydin Yusuf rəhbərlikidəki yüzləyən Şərq Türkistonluqlar Şərq Türkistondakı vəhşilikni tügütüb, Xitayning işğaliyeti və mustamlikasini axırlaşdırış üçün yerlik Xitay idarələrə qarab yo'lga chiqdi. Irqiy qirg'inchilikning bir turi bo'lgan majburiy bola tushirib etishga va mustamlika ishg'oliyatga qarshi elib berilgan tinch namoyish mazhabni, xalqni va vatanini qo'g'dash uchun elib berilgan qurolli qo'zg'olonga aylandi. Bununğa qarta Xitoy davlati 20 mingdan ortiq tikuchar aeroplan va boshqa ig'ir tipdagi qurollar bilan qurollangan askarlarni qo'zg'olonni bostirish uchun o'rinlashtirdi. Sharq Turkistondagi 3 mingdan ortiq aholi 12 kunda qirg'in qilindi. 7600 nafardan ortiq odam tutqun qilindi. Nurg'ulg'an kishilar qiyin qistoqqa ilindi. Turmaga tashlandi va o'lim jazosiga hukm qilindi. Hozirga qadar bu ahvollarni mustaqil tekshirishga yo'l qo'yilmadi. Barin inqilobi yakka bir inqilob emas, balki necha 10 yillik Xitoy ishg'oliyati va sistemalik zulmiga, mustamlikchilikka qarshi turish qonunliq harakati. Sharq Turkiston surgundi hukumati Barin shehitlarini xalqaro qonun bo'yicha chet elning hukmronligiga qarshi turish huquqini joriy qildirgan qahramonlar deb ta'riflaydi. 1990-yildagi Barin inqilobini Sharq Turkistonning haqqoniy mustaqilligini asliga keltirish kurashini belgilaydigan xotira sifatida minnatdorlik bilan eslaymiz. Bu milliy ozodlik kurashining davomi bo'lib, xalqimizning e'tiqodi, kulturi va kimligi bo'yicha o'z zaminida erkin yashash huquqi uchun elib berilgan kurash. 1990-yildan boshlab ta hozirgacha Xitoyning Sharq Turkistonga ochgan urushi texmi kuchaydi. 2014-yili boshlangan keng ko'lamli qirg'inchilik bugunga qadar davomlashmoqda. Millionlab Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa tur xalqlari jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. 1 milliondan ortiq bola oilasidan majburiy ilinib, tili, e'tiqodi va kimligini yo'qotish uchun qurilgan davlat organlariga o'rinlashtirildi. 100 minglagan ayollar tug'mas qilib etildi. Millionlagan ona qo'sqidagi homilalar majburiy tushirib etildi. 16 mingdan ortiq masjid, qabristonlik va kultur madaniyat o'rinlari vayron qilindi. Millionlagan kishi majburiy emgak lagerlari va zavodlarda qul qilindi. Her yili necha 10 minglagan yoshlarimiz o'z organlari uchun o'ldiriladi. Organlar Xitoyning davlat qo'llagan sanoat hajmidagi mustamlik sistemasi orqali setiladi. Bu o'tmish bo'lmasdan balki hozirgi vaziyatda yuz berayotgan fojiadir. Sharq Turkiston surgundi hukumati, hukumatlar, xalqaro tashkilotlar, fuqarolar jamiyati qatorliq xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilik ahdnomasi va xalqaro qonundagi majburiyatini ado qilishga chaqirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan mustamlikchilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirish uchun xalqaro jamiyat jiddiy va konkret harakat qo'llanishi kerak. Biz barliq davlatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Sharq Turkiston xalqining tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, milliy mustaqilligini va egilik huquqini to'liq asliga keltirish kurashini qo'llash, yordam berishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston Xitoyning bir partisi emas va hech bir zaman bir partisi bo'lmadi. U ishg'oliyat ostidagi bir davlat. Barin inqilobi xalqimizning azaldan bo'y egmaganligini va bo'y egmaydiganligini jiddiy turda esga soladi. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirguncha milliy ozodlik kurashimizni davomlashtiramiz. Barin inqilobi xalqimizning tavranmas ro'yiga vakillik qiladi. Biz erkin va mustaqil Sharq Turkiston uchun kurash qilayotganda Barin shehitlarini hurmat va iftixor bilan eslaymiz. Shivse Uyg'ur komiteti 5 aprel kuni silliq axborot e'lon qilib, Barin inqilobining 35 yilligini xotirlab, Barin inqilobining orqa ko'rinishi va jarayoni, qonliq bostirilishi,
Barin inqilobining Sharqi Turkiston xalqining mavjudligini saqlab qolish uchun Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kurishini adoqcha ilib berdiganligini yana bir qatim tushundirganligini, Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchiliklarni bayon qilib, Sharqi Turkistondagi shiitlar qurbonlarni hurmat va faxrlangan holda eslaydiganligini, dunyoning har qaysi joylaridagi davlat va tashkilotlardan Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatni oxirlashtirish uchun yordam talab qilganligini bildirdi. To erase the East Turkestans and the Uyghur people. But when they protested peacefully, China answered with brutality. The East Turkestani people had had enough. Enough of dying slowly in silence. Enough of living as slaves in their own homeland. Frustration, anger, and the hope to reclaim the independence of East Turkestan led over 700 Uyghurs, mostly youths, to rise up for their nation, with Zaydan Yusuf, a courageous 26-year-old leader, alongside other fearless Uyghur youths, taking charge in the early hours of April 5th, 1990, as they marched through Baran village, determined to overthrow the oppressive policies imposed by the Chinese state. The movement was united by the shared vision that the future of East Turkestan must be determined by its own people through independence. Sharqi Turkiston Cumhuriyeti sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtimin Əla əpəndinin Ammavi işenç yo'qolsa sirlilik maqolasi tor fikirlari to'rida 4 aprel kuni e'lon qilindi. Mazkur maqolada avtor jamiyatlarni ommaning siyosiy partiyalar, siyosiy yo'llar va tartiblarga bo'lgan ishonchi nuqtasidan cho'ng jihatdan ikkiga bo'ladi. Ishonch jamiyati va moslashish jamiyati. İşenç üstüge kurulgan cemiyetler demokratik bulup, G'arbdagi ko'p sonliq davlatlarni ko'rsatadi. Bundaq jamiyat siyosiy faylasuf John Locke'ning ijtimoiy to'xtam nazariyasiga asoslangan bo'lib, xalq bilan hukumat o'rtasidagi o'zaro ishonch ustiga qurilgan. Ya'ni xalq o'zining haq-huquqlarining bir qismidan voz kechish badaliga hukumat qurib, uning ijtimoiy tartib, muqimlik va farovonlik o'rnatishiga turtki bo'ladi. Hukumat bo'lsa bu ishonchga binoan xalqni adil boshqardi va ularni jamiyatning qoida tuzumlariga bo'ysunadigan qiladi. Aksicha, moslashish jamiyati demokratik bo'lmagan jamiyatlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, uningga Xitoy, Shimoliy Koreya va Venezuela qatorliq davlatlar kiradi. Bundaq jamiyatda hukumat bilan xalq bir-biriga ishonmaydi. Hukumatlar haqiqiy saylam orqali huquq egallamagachga, ular xalqning o'ziga bo'lgan real va tasavvuriy qarshilikni barliq amallar bilan bostirdi. Hukumat xalqdan har vaqt o'zining ularga tangan siyosatlariga bo'ysunishga majburlaydi. Bundaq jamiyatda shaxsning haq-huquqi qilcha nazarga ilinmaydi. Maqolada avtor hozir g'arb hukumatlarining asta-asta xalqning ishonchidan ayrilib qolayotganligidek andishalik holatni o'tirg'a qo'ydi. Uning qarashicha, g'arbda jiddiy siyosiy chiriklik avj oladi. Hukumatlar va siyosiyonlar G'arbda borgan siri o'ziga shu huquqni bergan xalq uchun emas, balki boshqa xalqaro tashkilotlar, saylamga pul iona qilguvchilar va siyosatni parda orqasida kontrol qilguvchilarning manfaati uchun ishlayotidi. Xalq buningga borgan siri norozi bo'layotidi. Bundaq bo'laversa, G'arbda xalq qo'zg'alib, hukumatlariga qarshi keng ko'lamli qarshilik harakati chiqishi va hukumatsizlik borliqqa kelishi mumkin. Bu ishonch ustiga qurilgan g'arb jamiyatini biroqla moslashish ustiga qurilgan diktatorlik jamiyatga aylantirib yetishi mumkin. Bundaq ahvolda hukumatsizlikning og'ir oqibatidan ansirgan bir turkum xalq hukumatdan barliq diktatorlik vositalarini ishlatish orqali hokim mutlaq hukumatni borliqqa keltirishni talab qilishi mumkin. Bu dal hozirgi nurg'un g'arb davlatlari kutayotgan oltin fursat bo'lib, bu orqali xalqning qo'lidagi erkinlikning hammasi tortib olinadi va butun g'arb jamiyati hokim mutlaq jamiyatga aylanadi. Avtor yuqorqi farzi orqali g'arb davlatlaridan xalqning ovoziga haqiqiy quloq solishga va bu xil hukumatsizlikning borliqqa kelishining oldini olishga chaqirdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.